Bu Garvard universitetining maqsad qo'yish strategiyasi. Izlanishlarga qaraganda dunyodagi 83% odam maqsad qo'ymaydi. 14% da maqsad bor, lekin ularni yozishmaydi. Va atigi 3% odam maqsadlarni yozishadi. Va 10 yildan keyin xuddi o'sha 3% dagi odamlar qolgan 97% dagilardan 10 barobar ko'proq narsaga erishgani aniqlangan. Bu usulda maqsadlarni yozishning qoidalari shulardan iborat. Birinchi, hamma erishmoqchi bo'lgan katta, lekin erishsa bo'ladigan maqsadlaringizni yozing. Masalan, ingliz tili darajamni oshiraman. Ikkinchi, maqsadning aniq harakat rejasini yozing. Bu safar men 3 oy ichida bitta insho yozish, 10 ta yangi so'z yodlash va g'oyalar uchun kitob yoki maqola o'qish orqali writing balimni 5,5 dan 6,5 ga oshiraman. Muddat qo'yish muhim, chunki bu maqsadga erishishning ehtimolini 76% ga oshirgani aniqlangan. Uchinchi, jarayon jadvalini tuzing. Ya'ni har kuni qadama-qadam va yanada aniqroq nima qilishingiz kerakligi. Bu yerda Carl Saganning Kosmos haqida kitobidan 20 bet o'qish, uning ichidan 10 ta yangi so'z yodlash, so'zlarni ishlatgan holatda insho yozish va hokazo. Qilib bo'lgan ishingizga belgi qo'yganingiz sizga ishni davom ettirish uchun turtki bo'ladi. Va to'rtinchi, yozgan maqsadlaringizni tez-tez tekshirib turing va ularga erishganingizdagi holatingizni ko'z oldingizga keltiring. Bu o'zingizga bo'lgan ishonchni orttirishga yordam beradi. Bu usul yozilgan, rejalashtirilgan maqsad qo'yish strategiyasi. Uni qo'llash orqali siz motivatsiya va samaradorligingizni oshirishingiz mumkin.